20 bab. Davud Ramaktiki Nayot'tan keçip çıkıp, Yonatan'ın qishig'i kelib uningga, "Men nemi qilibdiman? Nemi gunoyim bor ekan? Otangning oldida jinimni olgudek nemi xatolik o'tkazibdiman?" dedi. "Xudo saqlasin. Sen o'ldirilmaysan. Mayli cho'ng, mayli kichik ish bo'lsin, ota menga bildirmay qilmaydi. U bu ishni mendan yoshirmaydi. Sen degandek bo'lmaydi", dedi Yonatan. Davud qasam qilib, "Otang sening meni qanchalik yaxshi ko'rdiganligingni obdan biladi. Shunga u ichida buni Yonatanga bildirmay, bo'lmasa u qayg'urib ketadi deb o'ylagan gap. Men mangu hayot Parvardigor oldida sening jining bilan qasam qilamanki, o'limga bir qadamla yiqilliqda turaman", dedi. Yonatan Davudga, "Sen nemi qil desang, shuni qilay", degan edi. Davud uningga mundaq dedi. "Ata, yangi oy bayrami, podsho bilan hamdastxon bo'lishim kerak. Lekin sen mening o'g'in oqshomgacha dalada yo'shinib turishimga ruxsat qilgin. Mubodo otang mening dasturxonda yo'qligimni bilib so'rab qolsa, sen Davud yolvurib, menga o'z shahrim Betlehemga chaqqon berishimga ijozat bergin. Chunki u yerda butun urug' jamiyatimiz bilan yillik qurbonlik o'tkazatdik", degan edi, deb aytqin. Agar u obdan bo'pti desa, men tinch amon qolaman. Agar u qattiq xafa bo'lsa, bilginki, u menga ziyonkashlik qilish niyatiga qat'iy kelgan bo'ladi. Parvardigor oldida tuzgan do'stlashish haqidagi ahdimizni esingga ilib, menga mehr muhabbat ko'rsatib turg'aysan. Lekin menda gunoh bo'lsa, meni otangga tutib berib, nemi qilatding? O'zingla o'ltirvat. Xudo saqlasin, dedi Yonatan. Agar men otamning sana ziyonkashlik qilish niyatiga kelganligini bilib qolsam, sana aytmasmanmi? Agar otang sana g'azabli javob bersa, kim menga xabar beradi? Dedi Davud Yonatanga. "Yura, dalaga chiqayli", dedi Yonatan Davudga va ikkisi dalaga chiqib ketdi. Parvardigor, Isroillarni tanlagan Xudo menga guvoh bo'lsinki, ata yoki o'g'illikka ola hazal mushu vaqtda otamning nima niyati ekanligini bilib chiqaman. Agar otam sana yaxshi niyatda bo'lsa, men sana xabar berman. Agar u sana ziyonkashlik qilish niyatida bo'lib, lekin men seni xabardor qilib, omon esan qechishingga yordam bermasam, Parvardigor meni qattiq jazolasin. Parvardigor ilgari otamga yor bo'lgandek, sanmi yor bo'lsin. Parvardigor menga mehr muhabbat ko'rsatganidek, senmu hayotimning oxirigacha har doim menga mehr muhabbat ko'rsatgin. Agar men o'lib ketsam, Parvardigor hatto barliq avlodlaringni yer yuzidan yo'qotgan taqdirdimu, sen mehr muhabbatingni avlodlarimdan manguga uzmugin, dedi Yonatan Davudga va Davud bilan ahd qildi. Yonatan yana, agar avlodlaring ahdimizga vafosizlik qilsa, Parvardigor ulardan hisob olg'ay, dedi. Yonatan Davudni o'z jinidek yaxshi ko'rgachga, uning o'ziga bo'lgan do'stligini yana bir qitim tasdiqlatish uchun uni va'da qildirdi. Yonatan Davudga, "Ata, yangi oy bayrami, dasturxonga o'rning bo'sh qolsa, sening yo'qliging bilinib qoladi. O'g'illikka sen ilgari yo'shirilgan yerga berib, tosh dövlarining orqasida saqlab turg'in. Men tosh dövlarining yeniga xuddi qarg'i otgandek 3 pay ya o'qi otiman. Ondan men xizmatchi bolaga sen berib ya o'qlarini topqin deyman. Agar men uningga qara, ya o'qlari sening bu tarpingda, ularni aka desam, sen chiqsang bo'ladi",
Men mengu hayat perverdigar aldıda qasam qilamanki, sen aman qalisan. Sana xavf xatar kelmaydi. Agar men xizmatchi baliga qara ya o'qlari sening u tarafingda desam, sen ketkin. Chunki u chaqda perverdigar seni yo'lga sog'an bo'ladi. Bir-birimizga qilgan aktimizga perverdigar mengu guvoh bo'lsin, dedi. Shunda qilib Davud dalaga chiqib yo'shurindi. Yangi oy bayramida podsho g'izalang'ili dasturxonga o'ltirdi va odat bo'yicha tom yenidagi o'rindan joy oldi. Yonatan podshoning udulida, Abner podshohning yenida o'ltirdi. Davudning o'rni bo'lsa bo'sh qoldi. Lekin shu kuni podsho hech nima demay, u bir ish qilib napok bo'lib qolgandi. Cho'qim pok emas deb xiyol surib o'ltirdi. Yangi oy bayramining 2-chi kunimi Davudning o'rnining bo'sh turganligini ko'rgan Saul Yonatandan: "Yishayning o'g'lining tunugunmi, bugunmi g'izoga kelmasligi nima sababdan?" deb so'radi. Yonatan mundaq javob qaytardi: "Davud Baytlamga bosam deb mendan ruxsat so'rab yolurgan edi. U menga ijozat bergin. Chunki u shaharda urug' jamiyatimiz bilan qurbonlik qilatdik. Akam berishimizni buyurgan edi. Agar sen meni yaxshi ko'rsang, akalarim bilan ko'rishkili ijozat bergin deb menga yelingan edi. Shu sababdan u podshoyimiz bilan ham dasturxon bo'lolmadi." Bu chaqda Saul Yonatanga qattiq ochiqlanib: "Hey buzuq, osi xotinning balisi, meni sening Yishayning o'g'li bilan bir tarafda turayotganligingni bilmaydi dema. Sen bu qiliqing bilan o'zingni va seni tuqqan onangni sharmanda qilyapsan. Yishayning o'g'li dunyoda hayotli bo'ladi ekan, ne o'zing, ne podshohliging mustahkam turolmaydi. Şuna odam avatib, uni tutib, mening oldimga aka. U o'lish kerak", dedi. "U nimishqa o'lish kerak? U nima gunoh qildi?" dedi Yonatan ot Saulga. Saul bu gapni anglab, o'g'li Yonatanni o'ldirish uchun nayzini uningga qartib otdi. Yonatan otisining Davudni qattiq o'ldirish niyatida ekanligini bildi. Yonatan qattiq ochiqlanib, dasturxondan irg'ib turib ketib qoldi. Ham otisining Davudni haqoratlaganligidan ko'ngli g'amkin bo'ldi. U yangi oy bayramining 2-chi kuni bir kun g'izo yemidi. Yonatan atisi atganda Davud bilan tutishib qo'ygan vaqtda bir bolani agashtirib dalaga chiqdi. "Sen yugur, men atgan ya o'qini top", dedi Yonatan balaga. Bala yugurib ketibdi. Yonatan ya o'qini bola ketayotgan yerning nersiga atdi. Bala Yonatan ya o'qini atgan yerga borgan edi. Yonatan uningga: "Ya o'qi, sening u tarafingda-ku. Tez yugur, to'xtab qolma", deb tovladi. Bala ya o'qlarini yig'ib xo'jayiniga akilib berdi. Bala hech narsadan xabarsiz edi. Etilgan sözlerinin ma'nisini faqatla Yonatan bilan Davud biletdi. Yonatan özünün okuyasını balığı berib uningga: "Bularni sharga elib kirib ketkin", dedi. Balı ketgandan keyin Davud taş dövlerining orqasidan chiqib, yerga bosh qo'yib 3 martam ta'zim qildi. İkisi söyüşüp yig'lashdi. Davud bo'lsa qattiq yig'lab ketdi. Perverdigarning nomi bilan qasam qilib, bir-birimizga qilgan qasamimizga toki avlodlarimizgacha Perverdigar mangu guvoh bo'lsin degan itoq. Endi sen tinch aman yo'lingga mang, dedi Yonatan Davudga. Shuning bilan Davud ketdi. Yonatanmi shaharga qaytdi.